Xolam kelyapti. Yashirin, kravatdagiga kirib ol. Qanday uchib keldingiz, xolajon? Odam isini sezyapman. Balki o'ychamlik hididir. Odamlar bilan tovuq oyog'ining hidi o'xshaydi. Shuningdek, moychechak, changilaq va eski qo'lqopning hidi ham shunday. Balki shundaydir. Unutma, Yaga, biz odamlardan uzoqroq bo'lishimiz kerak. Lekin nima uchun? Gapimga quloq sol, Yaga. Hali kichkinasan va ko'p narsani bilmaysan. Odamlar bugun do'st, ertaga dushman bo'lishadi. Avvallari yalmog'izlar odamlarga yordam berishgan-ku, ularni kasalliklardan davolashgan. Keyin esa bu kasalliklarda bizni ayblashgan. Unutma, odamlar bizga do'st emas. U yana qaytib kelmaguncha tezroq qocha qol. Kel, ertaga yana uchrashamiz. Lekin menga mumkin emasdi. Chin so'zim, menga ishonsang bo'ladi. Ishonaman. Unda o'sha joyda. Xo'p. Dugonam. Biz tomonga odamlar kelishyapti. Yolg'iz, ana! Xavotir olma, Yaga. Kitobni olib kel, ularni haydab solaman. Yo'q, u olib ketdimi? Bo'lishi mumkin emas. Kim uni olib ketdi? Dugonam. Meni dugonam bor, shaharlik qizcha. Sizga aytishga qo'rqandim. Seni ogohlantirgandim-ku. Endi kitobsiz nima qilamiz? Qoch, o'rmondan uzoqroqqa yashirinib ol. Lekin sizchi? O'zim uddalashga urinib ko'raman.